Palmeiras oxirgi soniyalargacha hujum qila birinchi o'rinni egalladi, 2-2 qildi. Porto qila olmadi. Inter Miami qiynayapti raqiblarini. O'zining darajasidan yuqori sakrayotganligini hamma ko'ryapti. 5-daqiqa tugayapti. Vitinha to'pning oldida va o'ng oyog'i bilan tepmoqchi. Tepdi. Va gol. Va gol do'stlar. Oddiy. Juda chiroyli. Joao Neves. Zamonaviy Xavi Iniesta juftligi ishladi. Hech kim bu bo'yi past futbolchi borib turib boshi bilan gol urishini taxminan qilmadi. Qarang Nevesni, qarang kirib borishini. Offside yo'q. Va u to'pni ajoyib tarzda darvozabon ola olmaydigan nuqtaga yo'llayapti va PSJning hisob ochuvchi golini uryapti. Shou boshlandi chog'i. Inter Miami o'zi chiqdi play-offga. Shuni istab o'tkazib yuborishdi. Offside liniyasi, unaqa gaplar yo'q. Va Luis Enrique hisob ochilganini nishonlamoqda. Boshlandi bu do'stlar. Suarez ko'rmaysanlarmi deyapti. Yana